Nima uchun yaxshilik qadri kech bilinadi? Nima uchun to'g'ri odamni avval yomon qilib ko'rsatishadilar? Nima uchun haq gapiradigan odam bezori, quloq, yozuvchi va janjalchi qilib qo'yishadilar? Bu narsalarni men kitobdan o'qib bilmaganman. Bu narsalarni men hayotdan o'tkazganman. Boshimdan o'tkazganman. Qalbimdan, asabimdan, obro'yimdan o'tkazganman. Bir paytlar men ham o'ylar edim. To'g'ri yursang, haqni gapirsang, odamlar seni tushunadi deb. Afsuski hayot menga umuman boshqa narsani ko'rsatdi. Qolaversa bu narsani ko'pchilik bilsa ham kerak. Haqiqat shu, odamlar ko'p holatlarda yaxshilikni emas, tinchlikni tanlaydi. Adolatni emas, o'zini manfaatini tanlaydi. Haqni va haqiqatni emas, qo'rquvni tanlaydi. Men yoshligimda bir korxonada ishlagandim. Ishdan tashqari ham ishlardik, dam olish kunlari ham ter to'kardik. Boshliqlar esa aytishar edi: "Ishlayveringlar, ko'ngilni to'q qilinglar, yil oxirida 13-oylik bo'ladi, barchasi hisob-kitob qilinyapti" deb. Oddiy odamdek biz hammamiz ishondik, chunki halol edik. Chunki bir odamning gapiga agarda gapirilsa, ishonishni hali unutmagandik. Lekin yil oxiri keldi. Hamishangidek va'dalar yo'q, qo'shimcha oylik yo'q, 13-oylik ham yo'q. Oyliklar kechki boshladi. Korxona yopilish haqida mishmishlar tarqay boshladi. Korxonadagi ishchilar esa norozi bo'lishni boshladi. Shunda ko'pchilik ichida bir gap bor edi. Hamma shikoyat qilardi, ishdan norozi edi, hamma g'azabda edi. Qo'pol qilib aytganda hamma bir nima qilish kerak deb qayta-qayta har kuni bir-biriga aytishar edi. Lekin bitta savol kelganda hamma jim turardi. Xo'sh, kim chiqib gapiradi? Hammaning nomidan. Shunaqa savolga afsuski ko'pchilik jim turardi. Hatto korxonamizda veteranlari ham bu gaplarni gapirsa, to'g'ridan to'g'ri chiqib mas'uliyatni o'z bo'yniga olishni hech kim xohlamasdi. Shunda meni o'zim chiqdim va shunday dedim: agarda ertaga bizni haqqimizni berishmasa, direktorning oldiga kiramiz. Kerak bo'lsa ish tashlaymiz. Qonun doirasida talab qilamiz dedim. O'sha paytda qariyb 70 kishi rozi bo'lgan edi. 70 kishi biza san bilan biza, olg'a uka degandilar. Ertasi kuni keldi. Hamma kelishgan holda ishxonaning oldida to'planishni va haqqimizni talab qilishni reja qilgandik. Ertasi kuni korxona eshigini oldida kutdim. Qo'l qo'yish uchun barchaning nomidan ariza tuzildi. Haqqini talab qilishga jur'ati bor odamlarni kutgan edim. Va 70 kishidan faqatgina 16 kishi keldi. Ishxona eshigini oldida o'tirgan holatimga qolganlar nima degan edi? Ba'zilari oilam bor, ba'zilari ishimni yo'qotgim kelmayapti, ba'zilari esa o'zing tushunasan, ba'zilari bularga bas kelib bo'lmaydi, tinchgina sabr qilib yuraver, yaxshi bo'lib ketar-da degan edilar. Ya'ni kechagina biz birga deganlar, ertasiga meni yolg'iz tashlab ketishdilar. Qo'pol qilib aytganda. Mana shu yerda men hayotning eng og'ir haqiqatlaridan birini tushundim. Ko'pchilik nohaqlikdan emas, uning oqibatlaridan qo'rqishini tushunib yetdim. O'sha paytda qo'riqlash xizmati meni korxona eshigining oldidan haydashni boshladi. Boshliqlar bosim qilishni boshladi. So'z bilan, qo'rqitish bilan, muhit bilan qo'rqitishni boshladilar. Lekin men bitta narsani aniq bilar edim. U yerda men o'zimni haqqim uchun kurashganman va men haqligimni ich-ichimdan his qilar edim. Va haqqimni poymol qilishlariga umuman jim turish xohishim yo'q edi. Bu narsalarga yo'l qo'yib bo'lmas edi. So'ngra prokuraturaga arz qildim. Tekshiruvlar keldi korxonaga, lekin javob qanday bo'ldi? Qonun buzilmaganligini aniqlashdilar. Albatta kelib ishlagan kunlarimizni, ishdan tashqari ishlagan holatlarimizni hech qaysi birini isbot dalilini topishmagandan keyin mehnat birjasi esa arizani qaytarib olishimni so'radilar. Qo'l qo'ygan 16 ta kishidan ayrimlari keyinchalik inkor qildi. Kimdir bosimga chiday olmadi, kimdir sotilib ketdi, kimdir esa qo'rqdi, kimdir esa men aralashmayman deb o'zini chetga tortdi. Afsuski bu bosimlar oqibatidan o'sha paytda korxonada juda ham ko'p yillardan beri faoliyat olib borib kelgan Feruza opa degan bir ayol ham bosimlar ortidan yuragi ko'tara olmay dunyodan o'tib qoldi. Hatto ba'zi bir joylardan eshitdim, butun kurashishimizning qadri ba'zilar uchun 2 tilechka g'ishga aylanganini ham guvohi bo'ldim. Bir tarafdan kulgili, lekin yo'q, afsuski bu kulgili emas. Bu insonni qanchalar arzonga sotilib ketishini birgina isboti. Keyin rahbariyat meni chaqirdi. 4-5 kishi bo'lib bosim qilishdilar. Mendan ishdan bo'shash arizasini talab qilishdilar. Lekin bu yerda men o'zimga juda ham ishonardim, ya'ni haqligimga. Yuqoridagi hodisalarni inobatga olib, men shart qo'ydim. Barcha haqqimni, chiqmagan ta'til pullarimni hammasini to'liq bersangiz, ariza yozaman dedim. Va men o'z haqqimni to'liq oldim.
chunki men jim turmadim. Oradan vaqtlar o'tdi va hayot yana bir haqiqatni ochib qo'ydi. O'sha rahbariyat ushbu korxonaning ichidan yana bir firma ochdilar. Ishchilarni aldab, o'sha firmaga o'z xohishlari bilan o'tkazishganlar. Odamlar yana ishongan. Keyin firmani bankrot deb e'lon qilib, bir sexning ishchilarini qonuniy xarajatlarsiz bo'shatib yuborishdilar. Hozir o'sha ko'pchilikning oyliklari yillab qolib ketgan. Hozirgacha men shu narsalarni guvohiman. Kimdirda 45 million, kimdirda 46 million, ba'zilarga esa 80 milliongacha haqlari qolib ketgan. Ta'til puli yo'q, hisob-kitob yo'q, haq yo'q. Eng achinarli nimada bilasizlarmi? O'sha kuni meni qo'llab-quvvatlaymiz deganlar, ertasi kuni qochganlar, bugun xuddi shu holatni qurboni bo'lib yuribdi. O'sha payti quloq deganlar, yozuvchi deganlar, yomon odam qilib ko'rsatganlar, faqatgina bitta aybim uchun, jim turmaganim uchun. O'shanda men nohaqlikni yutib yubormaganman. Men mayli, nima qilamiz demaganman. Eng asosiysi, bu holatlarga bosh egib o'tirmaganman. Ha, o'sha payt qiyin bo'lgan, juddayam qiyin bo'lgan. Do'stlar orasida ham, oila davrasida ham, ishxonada ham bosim bo'lgan. Oldimda do'st, ortimda dushman bo'lganlarni ham ko'rib ulgurganman. Manfaat qayerda? O'sha tomonga o'tib ketgan odamlarni ham ko'rib ulgurganman. Va hayot yo'lida bu hodisalardan har bir inson o'tgan deb o'ylayman. Lekin men bitta narsani angladim. Zulmga jim turish bu zulmni kuchaytirish ekan. Agar kimgadir nohaqlik qilinsa, sen ko'rib turib jim tursang, bilib turib indamasang, ertaga o'sha nohaqlik senga albatta 10 barobar bo'lib qaytar ekan. Bu mening fikrim emas. Bu mening va boshqa insonlarning taqdirda uchraydigan hayotiy holat. Hech kimga yomonlik tilamayman. Hatto zulm qilganlarni ham sevishni o'rgandim. Lekin kechirish bu unutib yuborish emas. Kechirish bu haqiqatni ham inkor qilish emas. Bu hikoyani men o'zimni oqlash uchun aytib bermayapman. Shunchaki haqiqat uchun birlashmagan jamiyat manfaat uchun parchalanib ketadi. Bugun kimdir seni haqqingni yeyaptimi? Ertaga u boshqalarnikini ham yeydi. Bugun sen menga tegma deb jim tursang, ertaga navbat senga keladi. Shuning uchun ham men shunday deyman. O'z haqqing uchun kurash, adolat uchun ovoz chiqar. Imkoning bo'lsa mazlum tomonda tur. Chunki jim turgan odam betaraf emas. U ko'pincha zulmning yashirin sherigiga aylanadi. Hayot biz insonlarga shuni o'rgatar ekan. Yaxshilikning qadri hech qachon darrov bilinmaydi. To'g'ri so'zlikning bahosi darrov hech qachon chiqmaydi. Haq yo'lda yurgan odam avval yomon bo'lib ko'rinar ekan. Lekin vaqt o'tgach yuzdagi niqoblar tushib ketar ekan, manfaatlar fosh bo'lib ketar ekan, qo'rqoqlar bilinib qolar ekan, sotilganlar tanilib ketar ekan va haqiqat baribir o'z kuchini ko'rsatar ekan. Men shuni o'z hayotimda ko'rdim. Albatta buni siz ham ko'rgansiz. Ishonchim komil. Va shuning uchun har birimiz o'ylashimiz mumkin. Nohaqlikka jim turib bo'lmaydi. Chunki jimlik ba'zida eng qimmat xiyonat bo'ladi. Azizlarim, biz ajoyib zamonda yashayapmiz. O'zbekistonda adolat uchun barcha shart-sharoitlar bor. Hammamiz adolat uchun nohaqlikka qarshi kurashyapmiz. Poraxo'rliklarga qarshi kurashyapmiz. Giyohvandlik moddalariga qarshi kurashyapmiz. Demokratiyamizni yanada yuqori pog'onaga chiqaryapmiz. Albatta yurt boshimizga buning uchun kattakon rahmat. Qolaversa biz ahil jamiyat bo'lib, mana shu bo'layotgan sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Azizlarim, yuqorida aytib o'tilgan gaplar bu real voqea, real hayotdan olingan voqea. Har holda bu narsani shaxsan o'zim guvohi bo'lib kelganman. Agarda kimga mana shu video, mana shu hikoya yoqqan bo'lsa, fikr qoldiring. Videoga like bosing. Qolaversa, kanalga obuna bo'lib qo'yishni eslaringizdan chiqarmanglar. Nimaiki bo'lishdan qat'iy nazar og'ir bo'ladi, qiyin bo'ladi. Do'stlaringiz, yaqinlaringiz sizdan yuz o'giradi, lekin adolat vaqt kelib sizda hammasidan qutqaradi. Shuning uchun ko'ngilni to'q qilib, Allohga ishonch bilan yashayvering. Nohaqliklarga shunchaki jim turib qo'ymang. Azizlarim, sizlar bilan kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha kanalga obuna bo'lib, fikr qoldirib, like bosish eslaringizdan chiqmasin. Salomat bo'linglar. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha.